Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli ot shaydolari, biz Abakan Ayg'iri kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun biz yaylovdamiz, ya'ni toylarni boqayotgan tomondamiz. Bu atroflarimiz keng, bepoyon dala, rus dalalari va bu yerlarda, bu yaylovlarda mana alhamdulillah bir tomonda baronni yurib yursa, bir tomonda to'rchiyni yurib yursa, bir tomonda mana Nurbek ukamiz, ham ukam ham bolam qatori. Bu shu yerdagi toylar, ya'ni asosiy sizlarning omonatlaringizda erta bilan sahar 5-6larda olib chiqadi va kechki payt shom xuftonlarga olib kelib joylaydi. Shuni orada mana kechgacha ukamiz mana shu yerda mana sizlarni bolamiz toylaringizga, omonatlaringizga mahkam holatda qaraydi. Ukamiz haqiga duo qilinglar. Ukamizni uylaymiz. Yaqinda Xudo xolasa bu bolamni uylaymiz. Inshaalloh kelin topsanglar uylaymizda. Yaxshi bola, halol, yaxshi. Xudoga minnatli shukr. Alloh bizga shunday ukalarni yonimizga berganligiga. Kuzatib boringlar bizni kanalimizni, bizga podpisatsiya, like, o'z fikr mulohazalaringlar, duolaringlarni ayamanglar. Bizlardan toylarni olinglar, tavakkal qilib, biz sizlarga toylarni, omonatlarni ehtiyot qilib olib borib beramiz. Hozir bu yerda ma'lum bir toylarni aytib o'tamiz, ko'rsatib o'tamiz. Nomi chiqayotgan ukalarimizdan avvaldan aytamizki, xafa bo'lish yo'q. Sababi hamma 100 ta toydi, buning ichida 80 ta sotilgan. Har bir odamni nomma-nom aytib chiqishlik juda ham qiyin. Ba'zi birlaringlarning nomlaringlarni, toylaringlarga adashtirib olsam, uni ham to'g'ri tushunasizlar. Bizni kuzatib boring. Bu Oxyor Yakutiyada o'zi ishlaydi, Noqotli ukamiz Abdumali degan. Bu Abdumali degan ukamiz bu toyda oldi. Bu qishi bilan jonivor oyog'i oqsoqlab, men kulagidan chiqib ketdimikin desam, juda ham ko'p nima deydi, dori darmonlarini, ukollarini qildik, lekin o'zi vaqt soat kelib bu toy jonivor juda ham o'zgarishni berdi. Hozir oyoqlari juda ham sog'lom, yaxshi. Aldi o'ng qo'lidan chiqib ketdimikin desam, kulagidan yo chiqmabdi mana. Yurishlari yaxshi, hech qanaqa bir oqsoq yo'q, qo'li yo'q. O'zgarishlar boshlandi bu toylarda, tulashlar boshlandi. Bu yonimdagi oligarx, bu oligarxni Navoiy ukamizga sotganmiz. Ulug'bek deb sahobali ukamizga sotganmiz. Shuni singari mana toylar juda ham mana ko'klar ko'tarilib qoldi. Bu tomonga qarasak, Akbarali degan ukamizniki, Samanto. Bu ukamiz kecha endi bizga aloqaga chiqib aytadiki, "Hoji aka, men Moskvaga keldim. Men sizni deydi, YouTube'laringizda ko'rib borgan mehmonlarni ko'rib, nima deydi, havasim kelib, shu borgim kelyapti yoningizga" dedi. Bemalol mana bizning uyimiz ochiq, eshigimiz ochiq. Bemalol kim kelsa ham mana kutib olib, inshaalloh kuzatamiz. Yonimizda bolalar bor. Bu shu Akbaralining toyi. Bu mana Sulton, bu baronni, Sulton biyani bolasi 1 yashar bo'ldi. Mana bu Boying, bu Baraka biyani bolasi. Bu yonidagi Chaputoq, bu sotildi bu ham ukamizga. Bu Kafkaz degan toyimiz. Shu ukamiz so'raydi, "Men Kafkaz toyim yuribdimi?" deydi. Mana jonivor juda ham o'zgardi uka. E'tibor berasizlar. Bu Ali Andijonli ukamiz baytallar ketayotganlar. Mana bu orqasidagi toy, bu boshqa, men aldan ko'rmadim, tanımadim. Inshaalloh bu toylar borgan sari men ham tanimaydigan bo'lib ketyapman. Sababi o'zgarishlar juda ham katta. Bizda yomg'ir yog'ib turibdi. Juda ham bu foydali. Havo haroratlari 15-20 gradus atrofida issiq, lekin nima deydi, juda ham salqin, mo'tadil havo bo'lyapti. Shamol sal esib turibdi. Shuning uchun gaplarimizda kachествоsi yaxshiroq bo'lsa e'tibor bermaysizlar. Sababi men nariga o'zimni paryatli mashinamda qolibdi mikrofonlarim. Bu yoqqa biz Nivani minib chiqamiz. Shu Nivada olaman desam, hayolimdan ko'tarilib qolibdi. Bu ketayotganlar haligi ukani baytallari ham bor ekan orasida. Andijonlik ukamiz baytallari. Bu baytallar ham ancha o'zgardi, 21 nafar baytal. Lekin oridi, tuzaldi. Alhamdulillah bolalarga rahmatlar aytamiz. Juda ham chiroyli qarashdi. Toylarimiz yaxshi, Xudoga shukr. Bir ilg'anib o'tdi. Ba'zi bir ilg'anganlar endi o'ziga kelishni boshladi. Sababi bir otga shu ukolini berib, dori darmonini berib, origandan keyin tuzaldi deganingizdan keyin 1 oy, 1,5 oydan keyin asha aytgan bergan dorilaringiz, qilgan ukollaringiz o'z ta'sirini yanada ko'rsatadi. Ungacha shashilish kerak emas. Eng asosiysi, agar ich o'tayotgan bo'lsa, ich to'xtadimi, bo'ldi, bu tuzalgan hisobga o'tadi va uni birdaniga yaxshi olib ketmaydi. Orada 1 oy, yarim oy vaqt kerak bo'ladi. Yoki o'msa soqollar yo'talsa yoki bo'li ishlari bo'lsa, nimaki og'riq bo'lsa, bu jonivorlarda shunaqa. Endi
bularda biz yaxshi ko'rib boqamiz. Nimagaki Alloh shunday bularni bizga bo'ysundirib, bizlarga bularni shunaqa mehr oqibatli qilib ko'rsa bir ishqimiz ketadigan qilib qo'ygan. Unga shukrlar keltiramiz. Rahmat Allohga, hamd bo'lsin. Sababi shunday narsalar bilan mashg'ul bo'lishlik bu juda ham bir yaxshi narsa. Ko'cha-ko'yda bema'ni har xil ishlarga qo'l urgandan ko'ra bu tili zuvoni yo'q bu jonivorlarga mehr berib, e'tibor berib qolasak, albatta buni barakasini Alloh beradi. Bunga hech qanaqa bir shak shubha yo'q. Bu narsalar bizni nima deydi, tajribamizdan kelib chiqyapti. Ashketdagi Olimjon degan ukamizga olgan baytal. To'riq baytal, kelajagi bor narsa. Bu ham bir orib tuzaldi. Lekin mana yaxshi, Xudo xolasa bu ham yaxshi. Mana yaxshi tomonga ko'chdi. Asha bu yerlarda 30-40 gradus sovuq bo'lganligi sababli birdaniga havolar sekin-sekin yumshab, mana havodan havoga o'tganda bu jonivorlar shunday bir kasalli edi, dardli edi. Men shu yerda bir to'ylarga tanishtirgim kelyapti. Sulton degan ayg'ir, hali ko'zi ko'r, poyiz urib ketgan. Biz olib bu narsalarni bu yerlarga qo'yganimizda shundan keyin shu sultonni uyiga borib, asha Alisher degan ukamizning qo'lida bo'lgan u sulton shuni to'yinab kelganman mana. Mana shu sultonni bolasi 1 yashar bo'ldi. Ayg'ir qilishlik uchun. Bu jonivor temperamentli, ot, shu mesni ot. Shuni bolasi mana hozir ham shu baytallarni o'ziga emirib olib 1 yashar bo'lsa ham shu yerlarda 100 ta ot ichida shu ayg'ir bo'lib oldi. Bu juda ham bir kelajagi bor narsa, yaxshilik umid qilib shu sulton o'lgandan keyin shu ukiga telefon qilib shu bitta toyini olib ketaman dedim. Olib keldim. Bir yil Xudo xolasa u sultondan o'zimizda olib kelib qo'yganimiz 5-10 ta biyalardan tushyapti. Shu biyalardan tushayotgan toylarda, qulun toylarda urg'ochilarini ham, erkaklarini ham sotyapmiz. Ba'zi bir biyalarni yana bola qilib sotyapmiz. Marhamat, aloqaga chiqinglar, bizdan toylar sotib olinglar. Toylarni oldini qaytarmasak, uy tomonga qarab yurib ketyapti. Sababi bular shunga ko'ngan. Hozirdan yursa, shomga xuftonga yetib boradi. Hozir hech yetaroligi uchun yana bu yoqqa men qaytardim. Mana Mirzoh toyi oq. Jonivor o'zgarishni boshladi. Yaxshi o'zgaryapti. Bu jonivorlar. Maşallah. Ko'rib, nima deydi? Dillar yayraydi. Mana shu qo'shqa bu Akmaljon deb Tojikistonlik ukamiz toy. Mana Abdumalikni, shu noqotli ukamiz ikkinchi toy ketayotgan Jayron. O'zi Yakutiyada ishlar ekan ukamiz. Shunaqa. Ba'zi bir toylar mana shu toyimiz tomog'i ishib qolibdi. Buni Farruh degan Toshkentlik ukamiz olgan. Kecha ukollarini berdik, ancha yaxshi o'ziga o'zgarishi bor. Endi ozgina vaqt kerak bo'ladi, yaxshi bo'lishligi uchun. Ashuni yonida ketayotgan mana qora toy bu prinsda bolasi, buni sotamiz. Erkak toy. Buni alohida videosi bormi? Hojiga shuni olib bering deb o'tdim. Hozir o'z aslida shunga keldim. Shu sababdan sizlarga bir ilinib aldidan olib qo'yay dedim. Shu yonidagi burular sotiladi jonivor. O'zgarib ketdi burular. Mana shu qora toy sotiladi. Aldiroqga bor. Kallasini olay desam yurib orishyapti. Ona to'riq bu Muzammilda toy. Yonidagi kraskalanganlar ular Andijonlik ukamiz, baytallar. Ashuna qora baytalar mana qora ham asha Andijonlik. Mana qora baytal. Mana bu Nuriddin deb mana u jiyanini qora toyi. Ikkita oyog'ida oqi bor. Mana yaxshi o'zgarishi zo'r. Nuriddin uka mana jiyaningiz toyi. Mana bu Sobitjon deb Lexusda bolasi Sobitjon deb Tojikistonlik ukamizniki akasiga bergan. Mashalloh. Yana men qora toy o'tib ketib qoldi. Mana bu Osmon degan toy, Laleli ukamizga Murodjonniki. Uka mana toylarni yana ham yaqinroqdan keldik, ko'ramiz. Mashalloh. Mana bu to'riq toy sotiladi. Hajjanor. Bu paznich o'rog'i mana o'sib qoldi. Shu to'riq toyga o'xshagan bitta to'rchik degan bir ukamiz toyi bor. O'tganda ham aytsam, aka, u men toyim emasmi dedi. Hozir toyni alohida videoga olib qo'ydim, o'ziga tashlab qo'yaman. Bu Parixmahr Abdumajid degan ukamizni shokolad baytali. Mana bu Klichko degan oqyol. Bu sotiladi. Mana shu Klichko sotiladi mana kerak. Bemalol aloqaga chiqinglar. Yanrog'iga boray desam, toylar yurib orishyapti. Endi oshcha bezovta qilmay, bizni kuzatib boringlar va bizlarda qilayotgan ishlarimizga e'tiboringlarni hech qachon ayirmanglar.
Biz qilayotgan ishlarimiz inshaalloh oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz ulkan, davomiy, doimiy bo'lishligini Allohdan so'raymiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz.